Fitr kunida, ya'ni og'iz ochar hayitida tong otgandan keyin taom yemoq mustahabdir. Lekin Zohiriy kitobida shirin narsa yemoq mustahab deyildi. Anas radhiyallohu anhu ning rivoyatlariga ko'ra, xurmo yemoq, uni yeganda toq yemoq afzaldir. Demak, namozdan ilgari yemoq bilan gunohkor bo'lmagay. Lekin Eid fitr kuni taom yemagani uchun itob qilinadi. Jami' rumuzda shunday kelgan. Itob bu ma'nosi malomat va g'azab qilmoqdir. Chunonchi lug'atda shunday keladi. Va yana misvok ishlatmoq, tishni yaxshilab tozalamoq, g'usl qilmoq va xushbo'y narsalarni o'ziga surib bormoq mustahabdir. Albatta u kuni odamlar jam bo'lib, izdihom siqilinch bo'ladi. Unda yomon hidlarni yo'q qilib borish afzal, mustahabdir. Va yalbisa ahsana thiyabihi va yuaddi fitratahu thumma yakhruju ila musalla va la yatanaffalu qabla as-solati. Yaxshiroq, chiroyliroq liboslarni kiymoq mustahabdir. Va yana hayit namozini o'qimasdan ilgari sadaqa fitrini bermoq, ado etmoq buyurilgan. Agar u kishiga bermoq vojib bo'lgan bo'lsa. Va bu bayon bo'lgan 6 sunnatni hayit namozidan ilgari ado qilgay.